Qashqadaryo respublikamizda eng ko'p don yetishtiradigan viloyat hisoblanadi. O'tgan yili viloyatda mo'l don hosili yetishtirildi. Dehqon fermerlarga ham nasibasiga yarasha don hosili qoldi. Viloyatda o'tgan yilning kuzida belgilangan maydonlarga kuzgi boshoqli don ekinlari ekib bo'lindi va barcha maydonlarda maysalar bir tekis unib chiqdi. Dehqonlarning samarali mehnati bilan maysalarning asosiy qismi tuplash fazasiga kirdi. Endigi asosiy vazifa g'alla maydonlarini mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, sug'orish, begona o'tlarga qarshi kurashishdan iborat. Bu muhim agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish mirishkor dehqonlar, mutaxassislar, Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining yetarli tajribaga ega bo'lgan olimlari bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Hozirgi kunlarda g'alla maysalarini oziqlantirish, uning sifati va hosildorligini yanada oshirish uchun nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Bugungi kunda fermer xo'jaliklari tomonidan yuqori hosil olinib, bugungi kunda respublikamizda katta xurmonlar qilishga erishilmoqda. Bevosita davlatimiz rahbari tomonidan bu yilgi hosildorlikda 26-yilda 80-100 sentrdan oshiq topshirig'i berilgan. Shu bilan birgalikda boshaq don ekinlaridan sifatli, ya'ni 1-2 sinf don sifatlarga javob beradigan boshaq don ekinlaridan bug'doy yetishtirish talabi qo'yilmoqda. Bugungi kunda bug'doyni oziqlantirishda respublikamiz bo'ylab nisbatlar ishlab chiqarilgan. Bu degani 180 kg azot, 90 kg fosfor, 60 kg kaliy, ya'ni ilmiy tilda 1,05-0,3 nisbatda yuritiladi. 180 kg beriladigan azotni ham qishning kunlari bugungi kunda, ya'ni boshaq don ekinlari aynan tuplash fazasida ammoniyga boy bo'lgan, yana sulfat ammoniy o'g'itini berish tavsiya qiladi. Sulfat ammoniy o'g'itining tarkibida 21% azot bo'lib, bu tuproq bilan birikuvchanligi yuqori bo'ladi. Tuproq bilan birikuvchanligi yuqoriligi bilan birgalikda sekin ta'sir etib, ushbu o'simlikni tuplash, ya'ni tuplash, nachalash, rivojlanish fazasida sekinlik bilan ta'sir qilgani hisobiga uzoq davr o'simlik yaxshi qishlaydi. Ya'ni qishki sovuqdan o'simlik nobud bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda sulfat ammoniy o'g'itini ijobiy tomonlaridan biri bu boshaqli don ekinlari, ya'ni bug'doyga qo'yiladigan asosiy oqsil, kilkavina, sifat ko'rsatkichlarining barchasi mingdon don vazni, shishasomonlik, yaltiroqlik hamma ko'rsatkichni yuqori qilishiga olib kelinadi. Ko'rib turgan dalamiz bug'doy o'simligi mana hozir tasini so'rib ko'rdik. Aynan tuplash fazasiga endi o'tayotganligi ko'rinib turibdi. Ushbu maydonlarga gektarga 100-150 kg-gacha fizik holdagi sulfat ammoniy o'g'itini qo'llash tavsiya qilinadi. Albatta, yil-yilga o'xshamaydi. Havo harorati ham o'tgan hafta hammamizga ma'lumki, havo harorati birmuncha isib, bugungi kunlarda esa soviganligi. Bu borada qanday ishlarni amalga oshirish kerak degan fermer xo'jaliklarimiz, g'allachilik bo'yicha klasterlardan savollar bo'ladi. Bu borada o'simlikni o'stirmaydigan, ya'ni yer ustki qismini o'stirib, yuqori biomassani to'platmaydigan, ildiz qismini yaxshi rivojlantiradigan biostimulyatorlarni qo'llash tavsiya qiladi. Bu bilan birgalikda o'simlik bir muddatdan keyin tuplagandan keyin selitra, ya'ni ammiachniy selitra 34% bo'lgan tarkibida ammiachniy seltralarni qo'llash tavsiya qilinadi. Sababi biz bilamizki, hamma o'simlikda kritik davr bor. Ya'ni bu kritik davr o'simlikda eng ko'p biomassa hosil qiladigan davr hisoblanadi. Bu davrda o'simlikda asosiy boshoqni soni, tuplar soni, qancha uzunligi asosiy hosilni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan tarkibida 34% bo'lgan ammiachniy seltrani berish yaxshi samara beradi. Undan keyingi davr esa nachalashdan keyin boshaqlash davri hisoblanadi. Boshaqlaganda boshaqdagi donlar sonining yirik, mingdon don vaznini yuqori bo'lishiga olib keladigan barcha sifat ko'rsatkichlar ta'sir qiladigan, ya'ni tarkibida karbamidli macheyinlar, ya'ni karbamidli o'g'itni qo'llaganimizda bu o'simlikda qisqa vaqt oralig'ida tez boshaqlarni yirik bo'lib, boshaqlarni katta bo'lishi bilan birgalikda ham hosildorlikda, ham sifat ko'rsatkichni ta'minlab beradi bu o'g'it. Ya'ni tarkibida 46% gacha azot bo'ladi. Biz bilamizki, oqsilni asosi bu azot hisoblanadi. Shu tufayli o'g'itlarni 3 qismga bo'lib, ya'ni tuplash vaqtida ammoniyaga ko'p bo'lgan sulfat ammoniy o'g'itni, keyin ammiachniy seltrash, bu nachalash fazasida, boshaqlash fazasida esa karbamidli o'g'itlarni qo'llash tavsiya etiladi. G'alla parvarishida tuproq unumdorligini oshirish muhim sanaladi.
Buning uchun nimalarga ko'proq e'tibor qaratish zarur? To'g'ri, hozirgi kunda o'sha bug'doy hosildorligini oshirish bo'yicha ko'plab takomillashtirilgan tadbirlar olib borilyapti. Hozirgi vaqtda aynan shu ob-havo sharoitida qanday ishlarni amalga oshirish kerak degan ko'plab savollar bilan murojaatlar ham bo'lib turibdi. Hozirgi vaqtda shu iqlim sharoitidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, havo haroratining past bo'lishi bu bizga ma'lumki o'sha sug'orish tadbirlarini belgilashda juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda o'sha tuproqning namligi 75% atrofida bo'lib, bu sug'orishni talab etmaydi. Chunki ortiqcha suv ham o'simlikning chirib ketish holatlari va shu bilan birgalikda nobudgarchilikka ko'p yo'l qo'yiladi. O'sha namlikni belgilagan holda ish ko'rish, ya'ni o'g'itlardan foydalanish ham juda ham samarali hisoblanadi. Chunki har bir beradigan o'g'itingizning samaradorligi tuproq namligi bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Tuproqni namligidan va ob-havo sharoitidan kelib chiqib o'g'itlashni tashkil etish bu juda ham samarali hisoblanadi. Hozirgi kunda eng ommabop hisoblangan o'sha organik o'g'itlardan foydalanish juda ham samarali usuldan biri hisoblanadi. O'sha organik o'g'itlar, ya'ni chirigan go'nglarni yuza qatlamga sepib oziqlantirish bu birinchi o'rinda tuproqda namligini saqlashga va ikkinchi o'rinda o'sha yoriqlarning paydo bo'lishini oldini olishga muvaffaq bo'lamiz. Bu o'sha tuproqda saqlangan namlik bu oziqa moddalarini almashinishda, ya'ni o'sha mikroorganizmlar faoliyatiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tuproqda mikroorganizmlar faoliyati qanchalik faol bo'lsa, o'simlikda u yerda o'sib rivojlanishi jadal bo'ladi. Shunday ekan, hozirgi vaqtda o'sha organik o'g'itlardan foydalanish juda ham yaxshi samara beradi. Birinchi o'rinda biz shu namlikni saqlagan bo'lamiz. Hozirgi tadbirda organik o'g'itlarni suspenziya usulida, sharbat usulida oziqlantirish bu juda ham keng hisoblanadi. Ya'ni o'ralar qazilib, organik o'g'itlar to'planib, uni bahorda, erta bahorda suspenziya qilib oziqlantirish juda ham samaradorligi yuqori bo'ladi. Nimaga deganda, organik o'g'itlar o'zi tuproqda parchalanish jarayonida karbonat angidridni chiqaradi o'zidan. Bu karbonat angidrid nima? Karbonat angidrid biz bilamizki, fotosintez jarayonida ishtirok etadi. Bu fotosintez jadalligini oshiradi. Fotosintez jadalligi oshganda o'simlikda rivojlanish keskin o'zgaradi. Ya'ni beriladigan oziqa moddalar unsurlari jadallashadi. Ya'ni beriladigan o'g'itning samaradorligi ortadi. Shunday ekan, o'sha biz beradigan o'g'itlarimizdan unumli foydalanishda bu fotosintez jarayoni juda ham keng hisoblanadi biz uchun. Shunday ekan, o'sha organik o'g'itlarni qo'llash, mineral o'g'itlarni qo'llash ham birgalikda qo'llash juda ham samaradorligi yuqori bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki, organik o'g'itlar tarkibida mikro va makro elementlar bo'ladi. Bu mikro va makro elementlarning tuproqda singishi bu juda ham faol bo'ladi. Chunki organik o'g'itlar o'zida mujassam qilgan o'sha mikro va makro elementlardan tashqari siz beradigan o'g'itingizni ham samaradorligini oshiradi. Chunki deganda bunda tuproqda o'zi namlikni saqlaydi. Bu namlikni saqlash evaziga beriladigan o'g'itlar eriydi. Ya'ni erish jarayonida o'sha tuproqqa singish, tuproqning qatlamlari bo'ylab singishi evaziga o'sha samaradorlik ortadi. Bu esa o'z-o'zidan hosildorlikka ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bundan tashqari hozirgi kunda o'sha sidratlardan ko'proq foydalanishimiz kerak tuproq unumdorligini oshirishda. Ya'ni shu bilan birgalikda dukkakli ekinlarni maydonini kengaytirish ham tuproq unumdorligini oshirishga juda ham katta ta'sir qiladi. Bizning tuproqlarimiz bilamizki, kambag'al tuproqlar hisoblanadi. Shuning uchun har doim o'sha tuproq unumdorligini oshirish bizning eng katta ustuvor masalalarimizdan biri hisoblanadi. Tuproq unumdorligini oshirishda biz faqat mineral o'g'itlardan foydalanish emas, aytib o'tganimdagidek organik o'g'itlardan foydalanish, sidratlardan foydalanish va
dukkakli ekinlardan foydalanish juda ham yaxshi samara beradi. Hozirgi kunda mana prezidentimiz tomonidan ham tasarruf etilyapti. Mana shu organik o'g'itlardan keng foydalanish juda ham natijasi yaxshi bo'ladi. Organik o'g'itlarni kamida 1 gektar misolida 5-10 tonnadan agar har bir fermer kiritadigan bo'lsa, buni birinchi o'rinda beradigan o'g'it samaradorligi ham oshadi. Bundan tashqari hosilning oshishiga ham sababchi bo'ladi. Eng kerakli bo'ladigan bizni o'sha kambag'al tuproqlarimizni tarkibini boyitishimizga, ya'ni humus miqdorini oshirishimizga tabiiy yo'l bilan erishgan bo'lamiz. Shunday ekan, o'sha iqtisodiy tarafdan yondashib qilingan har qanday ish biz uchun foydali hisoblanadi. Field Scout apparatimiz bu o'sha tuproqqa magnitli hisoblanadi. Mana magnitli o'sha tuproqqa shunday kiritganimizda bu yerdan o'ziga signal keladi. Signal kelganda bizda qurilmalari bor. O'sha ko'rganimizda bunda tuproqning namligi, keyin tuproq haroratini ko'rsatadi. Ya'ni bizga hozirgi vaqtda sug'orish kerakmi yoki shart emasmi? O'sha vaziyatni bizga aniq qilib beradi. Keyin o'g'itlarni ham qo'llash kerakmi, qo'llash kerak emasmi? G'alla hosildorligi va sifatining pasayishiga nimalar ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi? Buning uchun dehqon fermerlar bugungi kunda qanday ishlarni amalga oshirishlari kerak? Bugungi kunda fermerlarimiz nafaqat don hosildorligi va sifatini oshirish kerak, balki uni iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'lishini ta'minlash kerak. O'sha don hosildorligi yoki sifatini pasayishiga asosan zararli organizmlar, ya'ni begona o'tlar, bu 1 yillik ekib pallali yoki bo'lmasa g'alladosh 1 yillik va ko'p yillik g'alladosh begona o'tlar yoki bo'lmasa zarar ko'rganda hasharotlar, kasallik turlari g'allaga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Mana misol uchun bugungi kunda eng kech ekilgan maydonlarimizda ham kafolatli ko'chat olindi. Erta va optimal muddatlarda ekilgan maydonlarda g'alla bugun 3 ta 4 tagacha tuplayapti. Shu bilan birga o'sha maydonlarda begona o'tlar, ayniqsa yovvoyi so'li kabi g'alladosh begona o'tlar rivojlanib kelyapti. Ana shu begona o'tlarga qarshi kurashishni optimal muddatida amalga oshirishimiz kerak. Sababi harorat o'rtacha 15 gradusdan oshgandan keyin begona o'tlarga qarshi kurashishda gerbisidlarni qo'llash talablariga rioya qilishimiz kerak. Biza erta muddatda begona o'tlarga qarshi kurashni amalga oshirib, ularni o'ldira oladigan bo'lsak, ya'ni begona o'tlarni nobud bo'ladigan bo'lsa, dalada qo'llanadigan barcha agrotexnik tadbir, bu mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish bo'ladimi yoki stimulyatorlar bilan oziqlantirish bo'ladimi, barchasi bu g'alla rivojiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Agar o'z vaqtida kurashilmasa o'sha begona o'tlarga, bu g'allaga beriladigan oziqaga sherik bo'ladi. Ya'ni g'allaning o'sish rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari yana don sifati va hosildorligiga katta ta'sir ko'rsatadigan organizmlardan biri zarar ko'rganda hasharotlar. Bu zararli hasva, tripis, shira turlari, g'alla arrakashi, piyavica va boshqa bir qator g'alla zararli organizm zarar ko'rganda hasharotlari bor. Bularga ham optimal muddatda, avvalambor biologik usulda, undan keyin kimyoviy kurash ishlarini to'g'ri amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Biza qo'llanayotgan zarar ko'rganlarga qarshi insektisid yoki bo'lmasa insekta akarasidlarni qo'llashda 2025-yil hosili uchun qo'llanilgan o'sha insektisid yoki insekta akarasidlarni ta'sir etuvchi moddasini almashtirgan holda qo'llashimiz kerak. Sababi o'tgan yilda g'allaga qo'llanilgan preparatlarga zarar ko'rganlarda immunitet paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu zararli organizmlarga qarshi kurashda ham ilmiy asoslangan holda tayanish. Bu borada aynan tiniq suvda yoki bo'lmasa shtangali yoki ovxali purkagichlarda to'g'ri rostlanishi, ishchi eritmalarda alohida eritma tayyorlab, keyin uni bachakdagi suvga aralashtirish tavsiya etiladi. Zarar ko'rganda hasharotlardan tashqari kasalliklar bor. Bu ayniqsa zamburug'li kasalliklar, aytaylik sarg'izan kasalligi yoki bo'lmasa qo'ng'irdan kasalligi yoki bo'lmasa septorioz, fuzarioz va boshqa barg so'lish yoki boshqa fuzarioz kasalliklari bor. Bu kasalliklarga ham o'z vaqtida kurashish don hosildorligi va sifati yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Vaqtida kurashilmasa, bu g'allani fotosintetik faoliyatiga yoki bo'lmasa g'allani o'zini
rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatib, natijada don hosildorligi hamda sifati past bo'ladi. Bugungi kunda fermerlarimiz qilishlari kerak bo'lgan eng dolzarb masalalardan bittasi o'sha zararkunanda hasharotlar, ularning tuxumlari, emagasi, lichenkasi yoki kasalliklar sporali saqlanadigan dala chetlaridagi xas-xashaklarni tozalash kerak. O'sha dala chetlaridagi qishlaydigan zararli organizmlarni yo'q qilish uchun kerak bo'lsa shu oltin gugurt yoki boshqa preparatlar bilan dala chetlarini ishlov berishimiz. Bundan tashqari mana shu hozirgi mavsumda kasallik yoki zararkunanda yoki begona o'tga qarshi kurash uchun hozirdan kimyoviy zaxiralarni yaratib qo'yish asosiy maqsaddan biri hisoblanadi. G'alla maydonlarini sug'orish uchun mavsumga tayyor bo'lishimiz kerak. Ya'ni bugungi mana ochiq havodan, haroratdan foydalangan holda shu ariqlarni tozalash, zarur qismini betonlashtirish, suv o'lchash inshootlarini, suv taqsimlash inshootlarini ta'mirlash, ayniqsa latok tarmoqlarini kapital ta'mirlab chiqish yoki bo'lmasa joriy ta'mirlab chiqish bugungi kundagi eng dolzarb masala. Suv isrofgarchiligini oldini oladigan bo'lsak, birinchidan kafolatli suv ta'minotini yaratamiz. Ikkinchidan suvdan foydalanish samaradorligi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari amaliyotda ham o'zini isbotini topib kelayotgan resurslarni iqtisod qiluvchi egiluvchan quvur yoki diskret sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini aynan hozirgi kunda o'rnatish va vegetatsiya davri boshlanishidan resurs tejamkor sug'orish usullaridan foydalanish asosiy maqsadlardan biri bo'ladi. Bundan tashqari mana shu yomg'irlatib sug'orish yoki bo'lmasa egiluvchan quvur yoki diskret sug'orish, pulsar sug'orish usullarining afzalligi beriladigan mineral o'g'itlarni iqtisod bo'lishiga ham zamin yaratadi. Mana shu tadbirlarni amalga oshiradigan bo'lsak, o'ylaymizki, g'allaning hosildorligi va sifati yuqori bo'ladi, resurslar iqtisod bo'ladi. Natijada donning tan narxi pasayib, fermer xo'jaliklari yoki agroklaster korxonalari iqtisodi yuqori bo'lishiga zamin yaratadi. Viloyatimizning dehqon fermerlari olimlar tavsiyalariga amal qilib ishlasalar, joriy yilda ham har yilgidek g'alladan mo'l va yuqori hosil yetishtiradilar.